Tunda o'rmonning chuqur jimjitligi yurak urishlarini baland ovozda eshitar edi. Shamol yaproqlarini shivirlatar. Ularning har bir qimirlagani bilan Jonning terisi to'g'ri joniga tegayotgandek titrar edi. O'rmonning ildizlari esa yer ostida nimadir sirli va g'alati narsalarni yashirayotgandek bo'ldi. O'sha kecha Jon yolg'iz edi. Yulduzlar bulut ostida yo'qolgan. Faqat oyning sovuq nurida daraxtlarning qora soyasi qo'rqinchli devorlarga aylanib ko'rinardi. Har bir shivirlash, har bir uzilgan yaproq shavqini uning yuragiga og'ir bir toshdek tushar edi. Bir zumda yer ostidan kelayotgan og'ir qadam ovozini eshitdi. Bu insonni emas, balki yovuz bir mavjudotni bildirardi. Jon qarab qoldi va ko'z oldida dahshatli, skeletga o'xshash, suyak ustiga yopishgan go'sht bilan qoplangan mavjudot paydo bo'ldi. Uning ko'zlari oq, milkiy rangda yaltirar, o'pirilgan og'zidagi jag'day tirnoqlari qonli bo'lib, dunyoni so'nmas qo'rquv bilan qoplagan edi. Mavjudotning uzun, suyakli qo'llari erga tekizilar va har bir qadamda yer ostidan kelayotgan suyaklarning shivirlashini eshitish mumkin edi. Jon qochishga urinib, oyoqlari erga yopishib qolgandek his qildi. Har bir nafasda sovuq havo yerdan chiqqan o'lik hidini olib kelardi. Bu hid uni charchatib, boshini aylantirardi. Mavjudot asta-sekin yaqinlashdi va shivirladi. Bu o'rmon mening uyim va sen bu yerda mehmonlik qila olmaysan. Jonning ko'zlari qorong'u soyaga qarab, yerga tushgan eski suyaklarni ko'rdi. Bu o'rmonning tubida minglab avlodlar qoldiqlari bor edi. Har bir suyakning atrofi qonga botgan, daraxtlar esa yovvoyi o'simliklar bilan o'ralgan edi. Ular go'yo jonni o'z ichiga tortish uchun cho'zilgan bo'lar edi. Shu lahzada Jon oyoqlarini silkitishga urinib, qochdi, ammo mavjudotning dahshatli qo'llari havoda suzib, uni o'rab oldi. Jonning qalbi tez urdi, lekin u hamisha eshitadigan bo'ldi. Suyaklarning qichqirig'i, shivirlashlar va sovuq havo bilan aralashgan chaqiriqlar. Oxirgi qarashda Jon ko'rdi. O'rmonning tubida minglab ko'zlar uni kuzatardi va har bir daraxt shivirlardi. Mavjudot uning yonida turib, uning ruhini egallashga tayyor edi. Shundan keyin Jonning ovozi o'rmonning abadiy qorong'u jimjitligida yo'qoldi va o'rmon yana o'zining abadiy sirini saqlab qoldi.